Assalomu alaykum. Bugungi brifingda O'zbekiston Respublikasining 937-sonli qonuni ijrosi bo'yicha Kadastr agentligining Davlat kadastrlar palatasi tomonidan 2025-yilning 1-dekabr holatiga amalga oshirilgan xatlov ishlari to'g'risida ma'lumot beramiz. O'zbekiston Respublikasining o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalariga hamda ularda qurilgan binolar va inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish to'g'risidagi 937-sonli qonuni ijrosi bo'yicha butun respublikada xatlov inventarizatsiya ishlari olib borilayotganidan xabaringiz bor. Xatlov ishlariga 4,5 mingdan ortiq kadastr mutaxassislari jalb qilingan bo'lib, 2025-yilning 1-dekabr holatiga 942.811 ta obyektlar xatlovdan o'tkazildi. Shundan 657.131 ta hujjatlar UZCAD dasturiga kiritildi va jami 382.973 ta obyekt hujjatlari e'tirof avtomatlashtirilgan tizimga o'tkazilgan. Muhokamada turgan obyektlar soni 277.409 tani. E'londagilari esa 31.068 tani. Rad etilganlari 9.679 tani hamda mulkka bo'lgan huquqlarni e'tirof etilgan obyektlar esa 22.318 tani tashkil qiladi. E'tibor qilishingizni so'radik. Huquqlarni e'tirof etish uchun to'lov kutilayotgan yana 16.562 ta ish hujjatlari navbatdagi harakat jarayonini kutmoqda. Yana shuningdek e'tirof etilganlardan 22.318 taning davlat ro'yxatidan o'tkazilganlari atigi 2.397 tani tashkil etmoqda. E'tirof etilganlar ichida qonuniy hujjatlarni davlat ro'yxatidan o'tkazilishi uchun ariza berganlar atigi 10% nigina, ya'ni juda kamchilikni tashkil etmoqda. Bu esa qonun ijrosi ularda hali yakuniga yetmadi degan gapdir. Qonunga ko'ra huquqingiz e'tirof etilgandan so'ng uni 1 oy muddatda davlat ro'yxatidan o'tkazishingiz lozim. Ro'yxatdan o'tkazmasangiz jarima qo'llanilishi va hujjatlaringiz huquqiy kuchga ega bo'lmasligi mumkin. Shu o'rinda yuqoridagi qonun bo'yicha amalga oshirilayotgan xatlov ishlari haqida yurtdoshlarimizdan kelayotgan savollarning eng ko'p berilayotganiga javob beramiz. Reja jadvalga ko'ra yil oxiriga tushgan yoki joriy yil rejasiga kiritilmagan mahalla yoki xonadonni muddatdan avval xatlov qilishning imkoni bormi? Xatlov qat'iy tasdiqlangan kadastr agentligi tomonidan e'lon qilingan reja jadvallar asosida amalga oshiriladi. Reja jadvaliga kiritilmagan mahallalarda xatlovlar qachon amalga oshiriladi? Ayni paytda o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalarini hamda ularda qurilgan binolar va inshootlarni bosqichma-bosqich xatlovdan o'tkazish ishlari 2024-2025 yillarga mo'ljallangan reja jadval asosida olib borilayotgan bo'lib, mazkur yillarda rejaga kiritilmagan mahallalar keyingi yillarga mo'ljallangan reja jadvaliga kiritiladi. Hech bir mahalla xatlovdan chetda qolmaydi. Bizning mahallada kadastr xodimlari tomonidan xatlov o'tkazilmoqda. Mening uyimni ham kadastr hujjatlari mavjud emas. Bu imkoniyatdan foydalanmoqchiman, lekin yangi qurilishlar qilyapman. Shu holatda yangi binolarim ham kadastr chizmasiga qo'shiladimi? O'zbekiston Respublikasining 937-sonli qonuni doirasida kadastr xodimlari uyingizga kirib o'lchov ishlarini bajarganda, yangi qurib bitkazilgan binolarda ham o'lchov ishlarini bajarishadi hamda ushbu binolar kadastr hisobiga olinib, e'tirof axborot tizimiga kiritiladi. Yashab kelayotgan uyimiz katta. Otam, ya'ni dadamning dadalari nomida. Hozir bu hovli 3 nabiraga og'zaki bo'lingan va alohida oilalar yashab kelmoqdamiz. Xatlov jarayonida har birimizga alohida qaror chiqarib beriladimi? Agarda katta otaning nomlariga avval kadastr hujjati rasmiylashtirilgan bo'lsa va u hujjat bugungi kunda qonuniy kuchda bo'lsa, notarial tartibda meros orqali bo'lib olish mumkin. Aksincha, katta otaning nomlariga avval kadastr hujjati rasmiylashtirilmagan bo'lsa va ushbu uy-joy devorlari bilan ajratib olingan bo'lsa, bugungi kunda O'zbekiston Respublikasining 937-sonli qonuni doirasida kadastr xodimlari tomonidan xatlov o'tkazilib, e'tirof axborot tizimiga kiritiladi. Hamda vakolatli tashkilotlarning xulosalari ijobiy bo'lgan taqdirdagina alohida qaror chiqariladi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz ana shulardan iborat edi. Yana ko'rishguncha salomat bo'ling.